Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama etildi. U bilan bir qator qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Sir emas, keyingi yillarda bank kartalaridan foydalangan holda firibgarlik va o'g'irlik holatlarining ko'payishi va bu muammolarning oldini olish uchun banklar, tijorat tashkilotlari va to'lov tizimi operatorlari tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida sohada zamonaviy tizim texnologiyalarini joriy etish ham talab etilmoqda. Maqsad mana shu to'lov tizimlarida bo'layotgan noqonuniy holatlar, ya'ni firibgarlik bilan oid bo'lgan odamlarda, fuqarolarda kartalaridan pullarni yo'qolib qolishligi yoki kartasidagi raqami bo'yicha unga kreditlarni hattoki rasmiylashtirib olish holatlari, bular hammasi ma'lum darajada shu to'lov tizimlarida fuqarolarimizga zarar keltiryapti va ularga ishonchsizlik, ulardagi qator muammolarni tug'diryapti. Shundan kelib chiqib biz birinchi o'qishda ko'rib chiqqan edik. Qonunda mana hozir ikkinchi o'qishda ham ko'rib chiqdik. Bu yerda bir qator o'zgarishlar kiritilgan, jumladan antifrod tushunchasi kiritilgan, ya'ni ana shu firibgarlikka qarshi kurashish bo'yicha to'lov tizimi operatori maxsus tizimni joriy qilishligi alohida belgilab qo'yilyapti. Shu bilan birga litsenziyalash jarayonlarini yanada qisqartirish va banklarning to'lov xizmatlari bozorida faoliyatini yanada rag'batlantirish maqsadida banklarning to'lov tizimi operatori sifatida faoliyatini boshlash uchun xabardor etish tartibi ham joriy etilmoqda. Shuningdek, to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlari tomonidan fuqarolarga onlayn xizmatlar ko'rsatishda texnik himoya usullarini takomillashtirish, antifrod tizimlarini joriy etish, ketma-ket 3 yoki undan ortiq o'tkazmalar nazoratini avtomatlashtirish, bank kartalaridan foydalanishni hamda jismoniy shaxslar o'rtasida katta miqdordagi pul o'tkazmalarini qo'shimcha biometrik va boshqa himoya choralarini qo'llagan holda nazorat qilish mexanizmlarini joriy etish ham nazarda tutilgan. Deputatlar qonun loyihasini ma'qullashdi. Ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan fraksiyaning tegishli qarori qabul qilindi.